Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Sizlarga jahonga mashhur bo'lgan adiblar orasida ulug' rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning hayoti va ijodi bilan qisqacha tanishtirmoqchiman. Lev Nikolayevich Tolstoy 1828-yil 28-avgustda Tula guberniyasi Yasnaya Polyana qishlog'ida tug'ilgan. Tolstoy 1844-1845-yillarda Qozon universitetining arab, turk va huquqshunoslik fakultetlarida o'qigan. 1851-1853-yillarda Kavkazda bo'lib janglarda ishtirok etgan. Tolstoy nafaqat buyuk yozuvchi, balki adolatparvar va xalqparvar inson sifatida ham o'zbek jadidlarining e'tiborini o'ziga jalb etgan. Lev Nikolayevich Tolstoy haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.